Rezyumelarda ko'pi qiziqarli duch kelgan ma'lumotlardan biri bu ko'p yillik tajribada bog'cha opasi bo'lib ishlaganman, mani ishga oling. Ikkinchisi kelgan ma'lumot, man to'ylarda zo'r o'tkazib berganman, tamada zo'r bo'lganman, ya'ni sizga team buildinglaringizni zo'r qilib o'tkazib beraman degan ma'lumotlar duch kelgan. Yangi ish bu imkoniyat, imtihon emas. O'rganishga ochiq bo'lishni, savol berishdan uyalmaslikni maslahat beraman. Ну, как по мне, опыт и потенциал — это очень важные вещи, они друг от друга зависят. Наш опыт — это наши уроки, это те знания, через которые мы уже прошли, что мы умеем, как мы умеем решать те или иные рабочие вопросы. А потенциал — это уже наше будущее, наше развитие, наш рост, наша мотивация, такой, так скажем, двигатель прогресса. Поэтому мы должны идти в ногу со временем, учитывать наш прошлый опыт, ну и, конечно же, двигаться вперед, обучаться чему-то новому и идти в ногу со временем. Bizga kelgan yangi xodimlar ko'proq bergan savoli yaqin atrofda bog'chalaring bormi yoki edaga qilib olinglar bizni deb kulishadi, hazillashib. Xodimning intiluvchanligi, ya'ni ishga bo'lgan ishtiyoqi bu uning yashil bayroq, xuddiki aytsak bo'ladi, yashil bayrog'i bor bu inson. Yangi xodimga 2 haftadan keyin kelib lavozim qachon oshadi deyishiga javob berish qiyin. День адаптации, стрессоустойчивость. Почему адаптация? Потому что любой сотрудник, придя в нашу компанию, должен мягко адаптироваться и как можно без стресса.